Assalomu alaykum. Dahshat joy ko'rib qoldim, aka-ukalar, qarindoshlar. Yaxshi biznes qilaman, katta pul izlash qilaman degan odamlar, mana shu naveslik, mana shu stolbalik. Joyga qaranglar, qanaqa joy. Absolut dahshat. Tak. Bida mavzu nomerini ko'rdim, polni reklama qilib qo'ysa bo'ladi. Bilasizlar, Aziz bozor, bu tarafda festival mal, bu tarafda 24 tabaka, Tenge bank. Tak. Keyin mana bu ikkita dom qurilibdi. Bu yerda Ma'ruf ham o'ygan, молодец, 3 ta 4 ta. Bu yerda lokatsiyasi zo'r, joyi ham zo'r, dahshat. Mana shuni chiqqan ostanovka. Nimalar ko'p, nima deyapti? Joylar, pomishanalar qarang qancha joylar. Mana domlar, kvartiralar hammasini Alisher aka bilan gaplashib, xalq qo'shib nasib bo'lsa, bitta gaplashib olishim kerak shu aka bilan. Mo'j remont qilib o'zimiz qo'yamiz. 700 kvadrat podval, 700 kvadrat tepasi. Polni shkaturka qilingan, pod 0. Prosta shpakirovka qilish kerak, kraska qilish kerak, oppoqqina qilib ishi boshlash kerak. Mashina ham kiradi, любой narsa kiradi mana. 700 kvadrat. Bu panosha отдельно qilingan. Bular по-моему magazin qilinadi. Mana bu podval. Hammasini ijod qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz qilmaylar. Mana shunaqa hozir ish joyidan ko'rsataman. Ko'chadan bir qadam. Mana oyna, polni oyna, polni qara-maradan qilingan bomba, miramirmi bu, qanaqa tosh bilinmayapti ham даже. Oxirgi paytlar men ustalik bilan zanimatsiya qilmoqman bilaman. Oldin nomerni ustaydim. Mana shunaqa joy. Hozir oyna qilib ko'raylik. Reklama qilyapman, o'zimni so'ramoqchi edim egasidan. Akajon reklama qilyapman, uzr-da endi ulaysiz. Kimda kim ko'rib, kimda kim yo'qsa, podvalga mana bu yerdan ko'rsa bo'lar ekan. Kimga yo'qsa telefon qilasizlar, bitta istimni chiqarmanglar. Man через man topganingizni просто aytib qo'yasiz egasi, mana shu. Firuz akami, Firuz ukami topgan edi shuni. Mana polisi, parkovka hammasi bor chotki. Mana bu polni perilar bo'lsa, shunaqa chiroyli bo'ladi. Bu hafta gelan tashlarni buni qanaqa mashina kirgazsa bo'ladi. Mana shunaqa polni atseklari bor ekan, bitta katta mana. Oxirgi filtrga bir qani ko'ryapman. Hozir vaqtda ko'raylik. Tak, mana shu bittasi oxirgisi bahoda. U doma qaradi mana bu besetkaga qaradi u tarafi. Chotki tozagina besetka u tarafdan ko'rsataman. Polni sutda kakil qilib, polni sutda oppoq qilib shpakirovka qilish kerak, kraska qilish kerak, tamom. Bir atsek. Tak. Ikki mana shunaqa katta joylardan adena o'tsa bo'ladi. Tak, 3 4 tami shunday ekan, 3 ta ekanmi? Katta ekan, dahshat. Mashina qo'ysa ham bo'ladi, любой narsa qilsa ham. Короче, любой biznes yaridi. Mana shunaqa uzun joy bu, navesi bor, yo'qmi? Polni mana parkovka shuna tegishli. Bu ham parkovka bor o'zi ham. Ikkita litsenziyasi bor. Mana bunaqa sarina qiynalgan odamlar ham litsenziyaga chiqsa ham bo'ladi, aka-ukalar. Ayollari bu qanaqa kasal bo'lgan bo'lsa. Benim bağırışım şerhten. Mana shunaqa. Domni tagi.